Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. O'tgan galgi sonimizda go'sht bozorini, go'sht narxlarini obzor qilgandik. Endi esa xaridorlarni ushbu narxlarga fikrlarini eshitamiz. Qani narxlar ularga qoniqarlimi yoki qimmatlik qilyaptimi? Hozir hammasiga oydinlik kiritamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bu bundan oldingi dasturimizni mantiqiy davomi deb hisoblasak bo'ladi. Xo'p, aziz yurtdoshlar, endi biz xaridorlardan go'sht narxlari bo'yicha so'rab surishtiruv o'tkazamiz. Qani go'sht narxlari odamlar uchun yengilmi yoki og'irlik qilyaptimi? Hozir klientlardan so'rab ko'ramiz. Xaridorlar bilan suhbatlashish biz uchun juda ham qiyin bo'ldi, chunki ko'pchilik intervyu berishga qarshi bo'ldi va rozi bo'lishmadi. Bilmadim nima uchun bunday bo'ldi, lekin biz intervyu bera oladigan xaridorni topa olmadik. Bozorni kezdik, ammo hech kim rozi bo'lmadi. Bunday bo'lishini biz kutmagandik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Endi yuzlarini ko'rsata olmayman, chunki o'zlari xohlamadilar. Aka, bu qanaqa go'sht va narxi qancha? Molfili? Ha, biqini. Kilosi qancha? 235 ming? 235 ming so'm ekan. Mana shu biqin qismi, lahm qismida, to'g'rimi? Tozalangani. Mijozlar aka qimmat deyishmayaptimi, yaxshi deyishyaptimi? Mijozlar ham xursand deyaptilar aka. Lekin go'shtlari haqiqatan ham juda ham chiroyli. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Narx qanday? Qimmat emasmi? Xo'sh, keyingisiga o'tamiz. Assalomu alaykum, o'rmanglar. Charchamayapsizlarmi? Bu tovuq go'shtlar qanchadan bo'lyapti aka? Tovuq go'shtlar. Aka, bular 37 ming so'mdan, gurdinkasi, to'g'rimi? 37 ming so'mdan. Yaxshi, chiroyli, oppoqqina. Tovuq go'shti olishda mana shunaqa oppoq go'shtdan olish kerak. Qizargan yoki ko'kargan go'sht hech qachon yaxshi bo'lmaydi, to'g'rimi? Mana akamizda hamma go'sht oppoq ekan. Mijozlar xursandmi aka bu narxdan? Xursandmi? Endi lekin buni arzon bo'ladi-yu, shunaqa lahm bo'ladi-yu, xursand bo'lishmaydi. Mana akalar sifatli qilib, suyagini ajratib, lahm joyini tayyorlab berishyapti. Charchamanglar. Aka, reklama cho'chib ketadi. Bormaydi. Har kuni kelaman. Mijozmisiz? Ha, mijozman. Xo'sh aka, narxlar siz qoniqtiradimi? Narxlar zo'r, ha? Xo'p, har kuni kelasiz, biror joyda pishirasizmi aka? KFC'mi, biror narsa pishirasizmi? KFC ham bor, suv ovqat ham bor. Ha, suv ovqat va KFC'ga shu kuchdan kelib olasiz. Mana akamiz Sveji suyishadi har kuni. xalqimiz xizmatda sveji suyadilar deyaptilar. Ishonchli aka. Gap yo'q aka, omadlaringiz bersin, charchamanglar. Like. Ha, like, comment. Ularda aldan quldan qolamiz. Noto'g'ri gap gapirishmaydi. Shunaqa halol inson. Charchamang aka, ishingiz omadini bersin. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Hormang, charchamayapsizmi? Siz video olsam bo'ladimi yo faqat go'shtsiz olaverimi? Faqat go'shtda. Go'shtlaringiz narxi qanchadan bo'lyapti aka? Bu sonlar, son 125 ming so'm. Yana qanaqa go'shtlar bu? 115 ming. Qanaqa, nima dedingiz buni? Sarpancha 115 ming so'm. Tushunarli aka. Go'shtlar sveji, zo'r, chotki. Mijozlar qanaqa fikrda aka narxlarga? Mijozlar Yaxshi hozircha. Mijozlar yaxshimi? Xursandmi? Oldingi sonimizda shu mijozlar fikrini bilish haqida ko'pchilik yozganda, o'shanga so'rayapman, mijozlar xursandmi? Xalqimizga shunaqa sifatli go'shtlarni yetishtirib beryapsizlar. Endi narxdan ham xursand bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi-da. Charchamang aka, ishingizga omad. Qo'y go'shti, mol go'shti bor aka. Hormanglar, assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Tovuq go'shtlari qanchadan bo'lyapti aka? 35 ming, 37 ming, 37 ming. Son 35 ming. Bu 37 ming. Bu qaysi joyi bu? Ha? Ha. Bu gurdinkasi 38 ming so'm. Charchamang. Yaxshi. Hormanglar, assalomu alaykum. Assortiment katta ekan sizda aka. Qanchadan bo'ladi narxlar? Nima joyi aka? Ha? Nima joyi? Xo'p, bir boshdan ayting, mana bu qanaqa joyi bu? Yo'qlar. Ha, bu qancha? 37 ming so'm. Sonlarchi? 33 ming so'm. Akamiz arzon. Qanotchalar? 35 ming so'm. Gurdinkasichi? Gurdinka 37 ming. Akamizda go'shti ham juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli rostdan.
Oppoqqina ekan hammasi. Tavsiya qilib qolaman shu yerga kelib go'sht olishdi. O'zingizni video olsam bo'ladimi aka? Olmayman. Bo'ldi aka, bo'ldi. Mijozlar xursandmi aka? Hammasi zo'r aka. Bo'ldi aka, charchamang. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Go'sht narxlari qanchadan bo'ldi? 130 ming. Mesni bular hammasi. Mesni. Juda ham yaxshi akamiz hammasi mesni ekan. Qarang, sizga bitta savolim bor. Mijozlar xursandmi narxlardan? Xursandmi? Kelishyaptimi? Lekin chiroyli go'sht. Tavsiya qilib qolamiz. Go'sht bozorida. Mana telefon raqamlari ham bor ekan. Shumi telefon raqamlar? O, ana, bemalol telefon qilib zakaz bersalar ham bo'ladi. Mana bu joydan kerak menga tayyorlab qo'ying deb, to'g'rimi? Gap yo'q, gap yo'q. Ishingiz omadini bersin, sog' bo'ling. Mana aziz do'stlar, Chorsu bozoridagi go'sht narxlarini sizga obzor qildik va odamlarning fikri bilan bo'lishdik. Endi esa siz qanday fikrdasiz? Narxlar sizga qulaymi yoki qimmatlik qilyaptimi? O'z fikr mulohazangizni kommentariyada qoldirishni va kelgusi videoroliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling.